Bundan bir necha yil oldin qabulimizga taxminan 4-5 yoshli qizaloni ota-onasi tomonidan olib kelishdi. Qizalonni tekshirganimizda gaymarit ko'zga asorat berib, ko'z soqqasi atrofi qizarib, ya'ni yuzda bolada asimetriya, ya'ni ko'zi chiqib ketadigan darajada kattalashib ketganini aniqladik. Buni sababi 4-5 kun oldin bola shamollab, burni oqib, ota-ona tomonidan e'tiborsiz qoldirilgan va shuni hisobiga burun muammosi ko'z muammosiga o'tgan. Ya'ni burundagi muammo ko'zga asorat bergan. Mana shu bemor bo'limga zudlik bilan yotqizib, ota-onasiga holatni tushuntirib, undan keyin kerakli dori muolajalarini qildik. Bemor operatsiyasiz shu dori-darmonlar bilan 3-4 kun ichida ancha holati yaxshilanib, bir hafta deganda uyga ruxsat berilgan. Bu 4 yoshli qizchamizda gaymaritni ko'zga bergan asorati hisoblanadi va bu asorat kattalarda ham, kichiklarda ham deyarli bir xil holatda uchrab turadi. Mana shu gaymaritni O'zbekistonda uchrashi bo'yicha eng ko'p turlarini 3 tasi haqida bugun sizlar bilan suhbatlashamiz. Mana shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, gaymaritni yechimlari va davo usullari haqida to'liq ma'lumot beramiz. Gaymarit o'zi shamollash hisobiga ko'zni ostida joylashgan gaymir bo'shlig'ida yallig'lanish prosessi boshlanadi. Mana shunga gaymarit deyiladi. Endi buni turlari juda ham ko'p, turli xil. Bugun sizlar bilan shuni 3 ta turi haqida gaplashamiz. Ya'ni O'zbekiston sharoitida eng ko'p uchraydigan 3 ta turi haqida. Birinchisi o'tkir yiringli gaymarit, ya'ni soppa-sog' odamda qanaqadir infeksiya hisobiga, nafas yo'llari infeksiyasi bo'ladi ko'pincha, infeksiya hisobiga shu ko'z ostidagi gaymir bo'shlig'ida yallig'lanish rivojlanadi. Bu ko'pincha dori-darmonsiz ham hattoki o'zi ham tuzalishi mumkin. Bemorlar hattoki gaymarit bo'lganini bilmasdan shu yengil shamollashga dori-darmon qilib tuzalib ham ketadi. Ba'zan bu holat kuchayib, bemorlar og'riq yoki temperatura bilan doktorga borishadi va o'shanda rentgen tekshiruvida ko'pincha aniqlanadi. Uni 99% holatlarda operatsiyasiz dori-darmon bilan davolash mumkin. Mana shu o'tkir yiringli gaymarit ko'pincha o'z vaqtida aniqlanmasa va davolanmasa yoki vrachga ko'rikka borilmasa, yuqorisida ko'z yoki boshqa a'zolar joylashganligi uchun yon qo'shni a'zolariga asorat beradi. Ulardan eng ko'pi ko'zga asorat beradi. Va mana shu gaymir bo'shlig'idagi yiring boshqa bo'shliqlarga, peshona bo'shlig'i, etmaydal bo'shliq va boshqa bo'shliqlarga tarqalishi bilan jarayon kuchayib ketadi. Siz gaymarit bo'lganingizda qatdan bilishingiz mumkin? Ya'ni eng ko'p belgilari buni burun qoqqanda yiringlar ajralma kelishi, gaymir bo'shlig'ini atrofida, yuzda og'riqlar paydo bo'lishi, ayniqsa bu og'riqlarni egilganda lo'qillagan holatda kuchayishi va temperatura chiqishi, ko'pincha ko'z qizarishi. Mana shu belgilar gaymarit haqida sizni o'ylab ko'rishga majburlaydi. Bu holatda nima qilasiz? Lor ko'rigiga boriladi, endoskopik tekshiruv o'tkaziladi, rentgenologik tekshiruv o'tkaziladi va mana shu tekshiruvlarning javobiga qarab turib, gaymaritning turi, holati aniqlab, shunga qarab dori-darmon qilinadi. Keyingi gaymaritning turi bu kistoz yoki polipoz gaymarit. Ya'ni bu gaymarit turida boyagi o'tkir yiringli gaymaritga o'xshab og'riq, temperatura yoki ko'zda qizarish alomatlari bo'lmaydi. Bunda ko'pincha shu gaymir bo'shlig'ida kistani hajmi kattalashgan sari boshga kuchli og'riqlar bera boshlaydi va bu sekin-sekin rivojlanadi. Mana bu holatni yuvish, chayish yoki shunga o'xshagan narsa bilan hech qachon ketkazish mumkin emas. Bora-bora buni davolanmasa, mana shu pazuxadagi, ya'ni bo'shliqdagi kista yoki polip burun bo'shlig'iga o'sib chiqib, burun bo'shlig'ini to'ldiradi va nafas yo'lini bekitib qo'yishi mumkin. Taxminan 8-10 santimetrgacha mana shu burun bo'shlig'ini yopgan hosillarni operatsiya qilib turib olingan holatlari juda ham ko'p uchragan. Mana bu bemorlarimiz lor ko'rigiga ko'pincha nevropatologlar tomonidan yuboriladi. Ya'ni bu bemorlarda ko'pincha bosh og'riqlari rivojlanib, nevropatolog ko'rigiga borishadi, u yerda tekshiruvdan o'tishadi, MRT yoki MSK tekshiruv qilinadi. Tekshiruvda yoki gaymir bo'shliqda yoki boshqa bo'shliqlarda polip yoki kista shunga o'xshagan hosillar aniqlanadi va buni davolash uchun lor ko'rigiga jo'natishadi. Ko'pincha bu holatda operatsiya qilib, mana shu kista yoki poliplar olib tashlagandan keyin bosh og'riqlari yo'qoladi va nafas olish yaxshilanadi. Gaymaritning 3-chi eng ko'p tarqalgan turi bu zamburug'li gaymarit hisoblanadi va bu ko'pincha mana shu yuqori jag' tishlarida muammo bo'lgan paytda infeksiya
bo'shliqqa o'tadi va mana shu yerda zamburug'li massani chaqiradi. Bu zamburug' ko'pincha suyakni yemirish xususiyatiga ega va u yerda to'planib juda ham kuchli asoratlar beradi. Mana shu 3-zamburug'li gaymarit ko'pincha, ya'ni deyarli hamma holatlarda faqatgina operatsiya usuli bilan davolanadi. Mana shuni esdan chiqarmaslik kerak. Ko'pchilik bemorlarimiz yuvdirib, chaydirib, gaymir bo'shlig'ini tozalatib yuboraman degan noto'g'ri fikrga borishadi. Shuning uchun ham mana shu agarda bemorda zamburug'li gaymarit rivojlangan bo'lsa, zamburug' massasi yillar davomida kattalashib, o'sha atrofdagi suyak to'qimasini yemirishgacha hattoki borishi mumkin va faqatgina gaymir bo'shlig'ida emas, boshqa bo'shliqlarga ham o'sish qobiliyatiga ega. Mana bu bemorlarni xohlagan miqdorda yuving, hech qachon gaymariti ketmaydi. Ya'ni bu holatda zamburug'larni terib, tozalab, olib tashlash kerak va ko'pincha bu bemorlarga operatsiya tavsiya etiladi. Shunaqa holat bo'lgan, bir bemor juda ham ko'p yil davomida 3-4 martalab bir yuvdirganda bir hafta 10 kun davomida yiliga shuni 3-4 marta qaytarib, doimo burnini yuvdirib yurgan va holati hech ham yaxshilanmagan. Biz bu bemorga MSKT tekshiruvini qildirganimizda bemorda shu zamburug'li gaymarit turi aniqlandi va zamburug' butun bo'shliqlariga o'sib ketganligi aniqlandi va bu holatda faqatgina operatsiya yo'li bilan davolash tavsiya qildik va shu operatsiya qilingandan keyingina bu muammodan bemorimiz qutuldi. Gaymaritlar asosan kun sovuq holatlarda rivojlanadi va buyog'iga kunlar sovishini inobatga oladigan bo'lsak, agar sizda hozirgi belgilar rivojlanadigan bo'lsa, o'z vaqtida lur shifokoriga murojaat qiling va sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, mana shu videoni saqlab qo'ying, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying va bizni kanalga obuna bo'ling va bundan keyingi shunga o'xshash videolarni kuzatib boring va o'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.